Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 2025-yil 22-aprel kuni 5-Respublika kitobxonlik haftaligi munosabati bilan shoir, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Zikrullo Ne'mat Vafoiy Yashnobod tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurdilar. Tashrif davomida shoirning ijodidan namunalar o'qildi. Shoir Zikrullo Ne'mat kitobxonlar bilan qizg'in suhbat qurdilar va faol ishtirokchilarga hamda kutubxona uchun o'zining she'riy to'plamlarini sovg'a qildi. Zikrullo Ne'mat Vafoiy Vafo baytin bitaylik kitobidan arazlagay. Haq so'zni so'zlasam ba'zan do'stlar mendan arazlagay. Ko'rganim aytmay ko'z yumsam ko'zlar mendan arazlagay. Tilin achchiq desam nogoh labin burgay qalampirlar. Ta'min sho'r desam eyvoh tuzlar mendan arazlagay. Bahor yozni ta'riflab go'zal she'rlar bitar bo'lsam, sarg'ayib yosh to'kib bo'zlab kuzlar mendan arazlagay. Qalbida ishq yo'qlarning yuragin muzga o'xshatsam, yo'qmidi o'zga timsol deb muzlar mendan arazlagay. Uyimda o'z sevar yorim, nigorim borligin aytsam, nozlanib ko'z suzib yurgan qizlar mendan arazlagay. Netay do'stlar, birodarlar, arazli dunyo ekan-ku, har kim har kun bir bahona izlar mendan arazlagay. Sizga yoqaymu yoqmasmu, Zikrullo dil so'zin bitdim, shoirdirman, yolg'onlasam so'zlar mendan arazlagay.